San-Diegodagi islom markaziga hujum qilindi. U yerda oddiy odamlar emas, ibodat qilayotgan musulmonlar va yosh bolalar borligi aytilmoqda. Buning oqibatida 3 kishi va ularni himoya qilgan Amir Abdulloh ismli qo'riqchi halok bo'lgani aytilmoqda. Nega musulmonlarning qoni bunchalik arzonlashib ketdi? Hatto yosh o'smirlar ham masjidga bostirib kirib, musulmonlarning o'ldirishi oddiy xabardek qabul qilinyapti. Nega dunyo musulmonlarning bunchalik qon to'kilishiga o'rganib qoldi? Musulmonlarga zulm bo'lsa jim, Falastinda bolalar o'ldirilsa jim, musulmonlarning muqaddas masjidlariga hujum qilinsa ham hamma jim. Eng achinarlisi esa musulmonlarning o'zlari ham go'yoki bunga ko'nikib yotgandek. Bir necha kun gapiriladi, tanqid qilinadi, keyin esa hamma o'z hayotiga qaytadi. Go'yoki hech narsa bo'lmaganidek. Eng qo'rqinchlisi esa bu hujumlar emas. Musulmonlarning asta-sekin bu hujumlarga ko'nikib borayotganidir. Va eng asosiysi bugun ummatning katta qismi asosan yoshlar qandaydir behuda trend ishlar bilan band. Holbuki bir paytlar bir musulmonning musibati butun ummatni uyg'otar edi. Bugungi kunda minglagan musulmonlarning o'limi ham birortamizning hattoki kayfiyatimizni ham buzmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir hadisda marhamat qilib aytadilarki, "Kamasalil jasadil wahid." Musulmonlar bir tanadagi a'zo kabidirlar. Ya'ni tanadagi bir a'zo shikastlansa, badan va qolgan tanadagi a'zolar bezovtalanishi kerak. Holbuki bugun tananing bir qismidan qon oqyapti, ammo qolgan qismi esa buni aslo his qilmayapti. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.